Qirol Lir pyesasi. Betakror dramaturg Shekspir qalamiga mansub Qirol Lir pyesasi yozilgan va sahnada namoyish etilgan vaqti to'g'risida aniq manba saqlanib qolmagan bo'lsa-da, asar 1603-1606 yillarda orasida yozilgan deb taxmin qilinadi. Angliyadagi nashrlarga doir ma'lumotlar saqlanadigan ro'yxatlar kitobida pyesa 1606-yil 26-dekabrda sahnaga qo'yilgani haqida ma'lumot qayd etilgan edi. Daryo Kulumissing Rahimjon Qudratov sana munosabati bilan asar tahlilini taqdim etadi. Shekspirning boshqa pyesalari kabi Qirol Lir ham original asari emas, aksincha avvaldan mavjud bo'lib kelgan pyesaning o'ziga xos yangi talqini edi. Shekspir asarga kiritgan o'zgartirishlar faqatgina bir nechta yangi obrazlar bo'lib qolmadi. U asarning voqealar rivojini tubdan o'zgartirib yuboradigan fojialarni ham pyesa tarkibiga kiritishga qaror qildi. Aytish mumkinki, qahramonlar o'limi bilan bog'liq fojialar bir paytning o'zida ham pyesaning o'zgachaligini saqlab, uni Qirol Lir pyesasining boshqa variantlarida ko'ra talqinliroq bo'lishiga olib keldi. Ham asarning juda ko'p tanqid ostida qolishiga sabab bo'ldi. Hattoki boshqa yozuvchilar asarning yaxshiroq, qisqacha aytganda, bosh qahramonlari o'lmaydigan va baxtli yakun topadigan muqobil variantlarni ham yozdi. Ammo Shekspirdan so'ng yozilgan pyesalar o'zini oqlamadi va asrlar ichida unutilishiga mahkum bo'ldi.